Men Mirbek, bugungi videomizda qamoqxonaga o'xshagan joydan qochamiz. Menimcha bu qamoqxonani bilmayman, chunki men Maneda paydo bo'ldim va mana bu yerda qog'oz olishim bilan eshik ochilib ketdi. 3 oyni videoga tushirmabman. Mana eshikka qarab turinglar. Mana olishimga ochildi. Joyiga qaytarib qo'yamiz. Endi bu eshik bunimda olib qo'yamiz. Ochildi. Mega Skyblock. What the fuck? Mana guys, modlarim hozir ishlamay qolgan ekan, shuni to'g'rilab oldim. Pastga tushib olamiz va sandiq bor ekan mana yerda. Sandiqning ichida olma animatsiya. Hozir emas. Qanday kitobligini bilmadim. Ne bu trailer hozircha va mana uni to'silib chiqish kerak. Chunki kimsaga xalaqit beryapti. Okay. Hop, let's go. Yaxshi. Tepamdagilarni sindiramiz. Hop. Birdan qoldi. Okay. Endi ularni to'g'ri burchakka ekib qo'yamiz. Ikkita ortiq qoldi. Ikkovini birga qo'ysa, keyin buni taqlamiz, versiyaga yasab, buni yasaymiz va versiyada stopni olamiz ekan. Versiyada birga qo'yamiz. O'zimizga buni yasab olamiz, buni yasaymiz. Cho'tki yasalgan ekan. Buni ham qo'yib qo'yamiz va tosh generatorini yasab olamizmi? Birga sig'ami? Hop. Bunu sindirib olamiz va buni ham sindirib, mana bu sindirib, buni endi qanaqa qilib tagiga qo'ysam bo'ladi? Endi bo'tga lava qo'ysam ishlashi kerak va ishladi. Shunaqa qilib toshlarni ko'paytiramiz va o'zimizga boshqa orollarga boramiz. Boshqa orollarda nima qilasan deyishlari mumkin. Boshqa orollarda mana har xil narsalar bor. Mana uni bedrockli bir bola bor ekan. Tashi bedrockli joylar ham bor ekan obunachilar. Albatta, elarga borib kelamiz. Tak guys, tezroq obuna va like'larni bosib tashlaylik. Tezroq 100 ta bo'laylik biz ham. Tezroq 100 ta bo'lsa, bolalar chaqirib Bibliya qilamiz.
100 ta bo'lganimizdan nishonlaymiz. Hop, oldik. 17 ta yetdimi? Obunachilar 17 ta menimcha yetib qoladi. Degan umidda yo'lga chiqamiz va hop 10 ta qoldi. Okey, mana qa mende. 17 ta yetmadi. Live blockni ham ishlatamiz. Hop. Bu yerga sakrab o'tib bo'pti. Men qaydaman obunachilar? Click to go to the shop code. Go black to mega skyblock. Hop, qani menelardan nima bor? XP for iron ingot. XP armor. One bread. 20 XP for 20 XP uchun bitta mob spawner. Bo'pti, skyblockga qaytamiz. Qaytib oldik. Endi manadan nima bo'lishidan qat'iy nazar hamma yoqda olamiz. Oh my gosh, deyin bro. Inventarim saqlanmadi degan. Hop. Saqlangan ekan. Va biz o'limga tayyormiz. Yaxshi. Qoch. Okey, hozir bizda bitta paqir bor ekan. Demak, buni muzdasin. Hop, mayli sandiqqa solib qo'yamiz. Shulker bor ekan bu yerda. Shulkerda ichida nima bor? Shulkerda ichida hech nima yo'q ekan. Yaxshi. Shulkerni ham qo'yib qo'yamiz va boshqa o'rinlarga borib ko'ramiz. Mana o'ringa borib ko'rdik. Bu o'ringa kelib ko'rdik. Endi bunga eng yaqini shu o'rin ekan. Shunga boramiz. Let's go bo'lmasin. Hop, tezroq to'playmiz. Hozir yana ikkita kerak. Naqali kirka solamiz, toshli kirka. Toshli kirka uchun biz buni yasab turib, keyin esa toshli kirkani yasolamiz. Chotki yasalgan ekan bu. Kirkalarda qaranglar obunachilar. Hech ko'rganmisizlar bunaqa kirkalarni? Yo bo'lmasam tapor ishnaqalarda hech ko'rganmisizlar? Bedrock versiyada. Men birinchi marta ko'ryapman bunaqa kirkalarni. Va u ham mana shu naqada mash kirtadi. Bu kartani o'zimning Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalim описаниеda bo'ladi. Albatta kirib obuna bo'lib qo'yinglar.
Let's go bo'lmasam hozir biza daraxtli joyga borishimiz kerak. Anaydan aniq o'tib ketsa bo'lar ekan. Va o'yinda bir bo'lib fuy. Obunachilar buni ikkinchi qismini ham chiqaramiz shekilli. Bu yerda orollar ko'paygan. Men o'ylaganimdan ancha ko'paygan, to'g'risini aytsam. Men bu yerda 2-3 tacha orol bo'ladi deb o'yladim. Lekin ancha ko'paygan. Hop. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, demak biza birinchi qismda ancha orolga borib kelishimiz kerak. Yo bo'lmasam 2-3 qismlarni ham chiqarishimiz kerak. Suvga sakra. Hop. Let's go bo'lmasam tezroq yig'amiz. Va to'rdagi orolga boramiz. Chunki to'rdagi orolga blok ko'p ketmaydi. Nimaga? Chunki u faqat to'rga blok qo'yamiz. Shuning uchun ko'p blok ketmaydi. Va bu yerda qo'y bor ekan, non bor ekan va ekkanimiz bor ekan. Qo'yni o'ldirishimiz kerak, chunki bizga ovqat kerak. Ovqat bo'lmasa biz o'lamiz. Va davайте mana eshik bor unaqaga ham o'tib ko'ramiz. Daraxtliga o'tiramiz birpas. Sabr qilib. Prям sabrning tagi sariq oltin. Jigarlar, sabr qilinglar. Xo'sh. Tak guys. Tezroq biz ham mingta bo'laylik. Unda shu o'laman. Streamini qurishim kerak. Streamini qursam unda shu har kuni kompyuterda video bo'ladi. Xo'sh, jamoamizni yig'amiz bo'ldi. O'zimizning jamoamizni. Java o'ynaydiganlar bilan birgalikda o'ynaymiz, gaplashib, boshqa narsalar qilib, mazza qilib o'ynaymiz. O'zimizning serverimizni ochamiz. Telefon uchun hamda kompyuter uchun. O'zimizga server ochganimizda serverda stream qilamiz va obunachilar bilan har oy stream. Har yakshanba yoki har oyda stream qilamiz obunachilar bilan. Shuning uchun tezroq mingta bo'laylik. Mingta bo'lsa, asnaqa ko'proq video ila ko'proq odamlar bilan video olamiz. Ana o'shanda odamlar ko'payadi va biz tezroq mingtaga erishishimiz kerak. Tezroq mingta bo'lsin deganlar kommentariyada obuna bo'ldim va mingta so'zini yozib qoldirsin. Iltimos obunachilar like, obuna bosib ketinglar. Mingta bo'lsam o'zimiz streamimni albatta ochaman. Va uyda o'zimizga montaj qilamiz boshqa. Mingta bo'lganda yuzimni ko'rsataman hamda prям o'zimizning challenge'lar kanalimizni ochamiz. Mirbek challenge'lar deganmi, yo bo'lmasam
o'zimni ismimni yozib challenge'lar kanalini ochamanmi? Prям shunaqa challenge'lar kanalini ham ochamiz deb. Hali kanalimiz zo'r bo'lib ketsa, har bir obunachilarim uchun, ya'ni sizlar uchun challenge'larimda qatnashish imkonini beraman. Hozir Andijonda yashayman. Keyinchalik mingta bo'lganimizda Toshkentga ko'chib borish niyat bor. Toshkentda prям sizlar bilan Minecraft o'ynab, telefonda olasizlar, kompyuterda Minecraft o'ynab mazza qilamiz. To'g'rimi, obunachilar? Tezroq mingta bo'lib olaylik. Albatta streamini quramiz va keyin sizlar bilan albatta kontent olaman. Obunachilar, reski hamma yoqda bomba qilamiz. Keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Men sizlar bilanman. Agar mingta bo'lganimda va mindset segulaganimdan keyin kimdir menga kompyuter kerak va kompyuter yig'ishga pulim yetarli emas, shuncha pulim bor deydigan bo'lsa, men oldimdan qo'shib normalroq kompyuter olib berishga va'da beraman. Masalan, oldimda 2 million yo 3 million bo'ladigan bo'lsa, ashuni o'zimni bir oylik xarajatimni olib qolganini ashunga beraman. Shu odam obunachimga. Faqat u menga obuna bo'lgan bo'lishi shart. Bo'lmasam u narsalar bo'lmaydi. Sizlar ham hozirdan obuna bo'lib qo'yinglar va keyinchalik streamini qurgandan keyin adreshi sizlarga kompyuter olib berishim mumkin. Yaqin orada hardcore video olaman va albatta uni tezroq YouTube'ga chiqarishga harakat qilaman. Hardcore dunyoda sizlarga ozgina gapira beraman video haqida. Hardcore dunyoda necha kun yashab qola olaman. Men bir o'zim bo'lmayman. Bolalar ham bo'ladi, jamoadoshlarim. Sizlar bilan o'ynaymiz. Chunki agar o'zim bo'ladigan bo'lsam, hardcore o'ta qiyin bo'lib ketadi. Shuning uchun hardcore'da bolalar bilan o'ynagan yaxshiroq deb o'ylayman. Mana o'sha bizada bir stagu 24 ta blok bo'libdi. Let's go. Xo'sh, yomg'irda qaranglar. Men skinimga e'tibor bermaysizlar. Minecraft yangilovdan skinim o'chib ketib qolibdi. Oh my gosh, man. Yomg'irdimi? Yo'q. Let's go. Xo'sh. Albatta va'damdan chiqaman. Men bir xilga hezalaylarga o'xshab va'dasida turmaydigan erkaklardan emasman. Mingta bo'lganimda albatta streamini ochib o'zim sizlarga yordam beraman. Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Hop, endi bu yoqqa qarab. Mana qo'lim shunchalik qiyshiqmi? Hop, 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 hop. Hop, 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 hop,
hop, hali hop. Mana уже yetib keldik, blogim qolmadi. 6 dona blok qoldi. Yana tushib ketdim. Tak, 3 dona blok qoldi. Okay. Hozir yetib boramiz va daraxt ko'ylaymiz. Yani tep palma. Kakos palma nima deyardi? Kakoslar bo'ladi. Shunaqa daraxt xullas. Kakos. Tak dalej. Blok qolmadi. Men ertaga olalaymanmi? Oldim. Hop. Endi men ertaga olsam. Oldim. Hop, endi bu ertaga olsam. Olamadim. Ve bize deqlamiz. Hop. Sekrab o'tamiz va qaranglar guys. Boom. Bu modda shu unaqa modini Telegram kanalimdan topib o'rasizlar. Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Daraxtlaringizni bittada sindiraveradi. Rudalarga ham xuddi shunaqa ishlaydi bu. Va biz ham naqalarni ham olaveramiz. Bloklar, to'g'ri loylarda bizga kerak bo'ladi. Bitta suv olamiz. Suv ham kerak bo'ladi. Xo'sh. O'tkazib buni olamiz va bu. Okay. Food. What the fuck, bro? Qanday karta bu? Hop. Bitta blok ham kerak bo'lib qoladi. Va biz mana tomonga qarab yo'lga chiqamiz. Xo'sh, bularda bunaqa blokka xullas doskali taxtaga aylantirib olamiz bir stek. Va let's go bo'lmasam guys. Ekran ishlamay qoldi. Hop. Oh my gosh. Let's go. Уже oz qoldi. Bu yoq ancha yaqin ekan. Nimaligini bildim. Chunki biz naryoqlarga boshdan boshlab qurib bordik. Bu yoqqa esa bittada kelib qo'ydik. Shuning uchun ancha tezroq keldik. Buni men naqa deb o'yladim. Dam olish joyi ekan. Chutanida sandiq chiqmadi-ya. Hamma. Endi qayerga borsak bo'ladi? Endi uni to'g'ridagina qayerga boraveramiz. Let's go. Ishqilib tushib ketmasam bo'lgani. Mana уже oz qoldi yetib borishimizga va mana shu yerdan to'g'ri qurib boraveramiz. Серьезно, mana qo'lim qiyshiq ekan. Hop. Guys, mana boshqa YouTube kanallarim ham bor. Ularga ham o'tib obuna qo'yinglar. Ular описаниеda bo'ladi ссылкалari. Sandu yo'q bu yerda.
kitobda birinchi kun, ikkinchi kun bir bolalar deb yozgan, tushunib bo'lmaydi. Men inglizchani yaxshi tushunib olmayman. Xo'p, endi bu yoqqa qanaqa qilib o'tsam bo'ladi? Men to'g'risini shutdan yo'lga chiqaman. To'g'ri, uzoq lekin ancha bloklar tejab qolaman. Chunki to'g'ri qurib borganda ancha bloklar tejaladi va mana уже yetib ham kelib oldik. Va bu yerda sanduq bormi? Sandiq bormi jigarlar? Sandiq. Yo'qolib turman, sandiq so'rayman seni. Come on, o'q. Unishdi. Va taxta. Nimaga come on yarmi singan? O'q va daraja. Opt. Va darajamni oshirib oldim. Nimaligini bilganlar bildi, bilmaganlar bilmadi. Endi to'g'ridagiga borib ko'ramiz. Xo'sh, buni olib va bundan yana ozgina tayyorlab olamiz. Let's go bo'lmasam. Qo'yaveribman, guys. Xo'sh. Obuna, like, bomba qo'rayli, iltimos. To'g'ri, bu gap ko'p qaytardim. Sizlarga yoqmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin menga obuna va like o'ta zarur-da, obunachilar. Bo'lmasam sizlardan so'ramas edim. Temir topdim. Atak qog'oz. Snake. Nimaligini tushunmadim, qo'yib qo'yamiz. Va fakelni oldi. Hop, endi yana boshqa orolga boramiz. Prem mana unida uy ko'rganga o'xshadi. Agar ana shu uy bo'lsa, shunga borib qo'yaveramiz. Birinchi o'rinda mana bu orolchaga boramiz. Chunki shu orol hozircha bizga eng yaqin ekan. O'tirib qo'yganim yaxshi, tushib ketgandan ko'ra. Let's go. Tak mana obunachilar уже ancha orolga borib qo'ydi. Va blok tugadi. Let's go. Go. Rudalar bor ekan, lekin rudalarni olish ancha xavfli bo'lishi mumkin. Shuning uchun rudalardan qo'yaveramiz. Sandiqda nima bu? Night vision emasmi? Fast speed. Ikkinchi tezlik. Normal. Hop. Endi mana o'sha biza 5-orolga borib qo'ydik. Va videoni to'tala. Hozir. Qo'yib Hop. Tamam. Ana joyga borib olaman va endi gapiraman. Parkour qo'ydi. Hop. Tak. Qaranglar. Guys. Bu galgi video shu joyda tugaydi. Buni ikkinchi qismi chiqadi albatta, chunki hali bormagan ashincha naqalarimiz bor. Skyblocklarimiz.
Shuning uchun ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar, unaqa ko'p demayman, 20 dona like kelsin va menga 5 ta obunachi kelsa yetadi. 5 dona obunachi. Va ikkinchi qismi albatta chiqadi. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan Mirbek bo'ldi. Bugungi video sizlarga yoqdi degan umiddamiz va men ishlatgan barcha modda va mana Skyblock kartasini mod kanalimdan topsanglar bo'ladi. Mod kanalim описаниеda bo'ladi, silkasi va qolgan YouTube kanallarimga ham like, obuna bosib qo'yinglar. Xayr, sog' salomat bo'linglar.